Assalomu alaykum azizlarim. Bugun yana mavzuyimiz oq dog'lar. Bu judayam ommaviy bo'lib ketgan hozirgi kunda, ayniqsa yosh bolalarda ko'p tarqab ketgan oq dog'lar haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Qisman hozirgi holat ustida sizlarga ogohlantirish tariqasida murojaat bilan chiqaman. Avvalambor mana qizimizning 8 yoshi. Birinchi navbatda bolani vesi juda ham tushib ketgan. Shu kungacha nima lecheniyalar olib kelganligi haqida sizlarga aytib o'taman. Bolachamiz 2 yoshdan bog'chaga chiqqan. Men bu narsalarni sizlarga mukammal tushuntirib bermoqchiman. Shu xatolarni qaytarmaylik. Ota-onalarimiz, buvilarimiz, dodalarimiz 2 yoshdan bola bog'chaga chiqqan, hali gapirmagan, til chiqmagan bo'lgan, lekin bola 5 yoshgacha bog'chaga borgan paytida bunda bolada ruhiy holat buzish boshlangan. Qattiq stress bo'lgan. Shu 3 yil mobaynida bog'chapalarimiz baraka topishsa, bu bolachani kladovkada qo'rqitib olib o'tirishgan. To bolani tili chiqmaguncha, oyisiga, adasiga aytmagunicha bo'layotgan holatni hech kim bilmagan. 3 yil mobaynida bolachada qo'rquv, qattiq stress bo'lgan. Birinchi dog'lar ana o'shandan boshlangan. Yillar davomida shu 3 yil, 4 yil mobaynida bola doimiy qo'rquvda, doimiy stressda kelgan. Ana o'sha paytda o'sha stress organizmda ichkarida qolgan holat saqlanib kelgan. Gapira olmagan, ayta olmagan, qarshilik ko'rsata olmagan, o'zini emotsiyasini chiqara olmaganlikdan stress holatdan mana yuziga dog' tushishi boshlagan. Qattiq qo'rquv bo'lgan, doimiy qo'rquv. Bu holatni onasi kuzatgandan keyin sababini bilgandan keyin nima bo'lyapti, nega bu bola uyga kelganda qorong'ilikdan qo'rqadigan bo'lgan, yoniga katta odam kelsa birdaniga cho'chib ketadigan odat chiqargan. Ana o'sha paytda signal bo'lgan onasiga. Badanidan chiqib kelib, mana birinchi navbatda mana tirsaklaridan boshlangan. Ko'rib turibsizlar, butun badani oq dog' bo'lib ketgan. Birinchi murojaatlari dermatologga bo'lgan. Dermatolog yana undan keyin yana 1 yil davolanishgan. Dermatologический faqat ustidan mash surib kelishgan. Vaqt o'tgan, yana badanga ko'payib ketgan. Mutaxassislar lazer bilan kuydirishni maslahat berishgan. Lazerga olib borishgan. Hozir yaqinroq ko'rsatasizlar, yaqinroq ko'rsatinglar. Mana badanida lazer olmagan bu qiz, badanidagi dog'i bilan qanchalik lazerdan keyin bu dog'lar chuqurlashib ketganini ko'ryapsizlar. Ko'rib turibsizlar. Bu yerda umuman boshqa dog', yuzida boshqa dog'. Organizmda kerakli mikroelementlar bo'lmasa, organizm sog'lom bo'lmasa, tanada kerakli vitaminlar bo'lmasa, lazer bilan qilgandan foyda yo'q. Ikkinchidan, bu yerda yetishmovchilik ketyapti. Kerakli mikroelementlar yetmagandan keyin yuzlarga dog' tushib ketadi. Tashqaridan lazer bilan urgani bilan bu narsa hech qachon foyda bermaydi. Battar bo'lsa bo'lganki, mana qiz bola yuziga dog' shunchalik ko'payib ketgan. Oylari ishda bo'lgan, bilmaganlar bu jonlarni hovliga olib chiqib, bu qizga yo'l surib, tashqarida ushlab o'tirishgan. Yana battar bo'lsa bo'lganki, mana hamma yog'i kuyib battar bo'lib ketgan. Eng avvalambor bolani organizmini oldin o'rganib chiqinglar. Yoshini, holatini, ruhiy holatini, yeb ichayotganini, hayot tarzini kuzatib turib, ana undan keyin analiz qilib turib, anamnezni yig'ib turib, keyin biron bir yo'nalishda davolantirishlarni men iltimos qilaman. Ozgina vaqtda bu dog'larni ketkazib bo'lmaydi. Bunga yana kamida 1 yil kerak bo'ladi. 1 yilda organizm o'zini tiklaydi. Modda almashuv tiklanadi, organizm yaxshilab tozalanadi, kerakli hamma mikroelementlar beriladi, ana undan keyin proses boshlanadi. Bu darajaga olib kelib kechiktirib qo'ymasliklarini iltimos qilaman sizlardan. Ogohlantiraman. Bu qo'rqituvlar, bu stresslar, uydagi ruhiy holati bolani birinchi navbatda turadi. Qanaqa doktorga olib bormaylar, qanaqa mutaxassisga olib bormaylar, chet elga olib chiqib lecheniya qilmaylar. Birinchi navbatda hayot tarzi, uydagi bolalarning ruhiy holati, ayniqsa 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda ruhiy holatga juda ham e'tibor berishingiz kerak. Doimiy urishish, doimiy baqir-chaqir, qo'rquv, farzandlarimiz sog'lom bo'lish maqsadida shu bolachani oyisiga o'xshab kech bilib qolib, noto'g'ri yo'llarda lecheniya qilib boshlaganliklari bilan murojaat qilmoqchilar. 2 yoshda bog'chaga berganmanda, o'shandan keyin bunda boshlandi. Birinchi yuzida chiqdi. Keyin biz uni dermatologlarga olib borganmiz, ko'rjinlarga olib borganimizdan keyin lazer qilishdi. Lazer bilan o'sha oxirgi qilganimizda, lazerda qilganimizdan keyin уже hamma joyga tarqashni boshladi. Bu tili chiqqan shu bog'chaga berganki, undan keyin tili chiqqandan keyin sal gapirishni boshlagandan keyin qorong'idan qo'rqadigan bo'ldi. Keyin bilsam, bu ko'rsatardi, mana shu xonachaga bog'cha quloq solmasam qanot qo'yardi dedi. O'sha qattiq stress, lekin buni doktorlar ham stressdan degani, lekin lazerda qilishgandan keyin ko'paygan. Asosiy sababini bunikini shu stress dedi, qattiq stress dedi. Shuniki mana
inshaalloh endi sizlardan davo topib hozir o'zgarishlar yaxshi. Shuning uchun haqiqatdan stressdan chiqish rosa ekan. Albatta. Qattiq stressdan chiqish Stress natib o'tishligida mana o'sha yerda kichkina shu o'pig'il bo'lib qolgan. Doimiy stress, o'sha yerdagi gormon o'sha yerda yig'ilib, kichkina o'simta bo'lib qolganiga olib kelgan. Iloji bo'lsa ota-onalarga iltimos qilardim lazerga umuman tushirmaslikka. O'shani orqasidan ko'payib ketdi shu narsa. Undan ko'ra tabiiy yo'l bilanmi, bilmadim endi vrachlarni yomon deolmayman, lekin lazerdan ko'paydi. Men o'zim mana ko'rib turibsizlar, unaqa ko'p emas edi bu. Lekin bu holatga ozgina ko'proq vaqt ketadi. Boshqa toshmalarga nisbatan oq-dog'da bilasizlar, vaqt beramiz. 3 oy, 6 oy, 1 yil mobaynida organizmni tozalab, tiklab, oziqlantirib, undan keyin immunitet ishlagan sari bolada tiklanish bo'ladi. Cho'chda faqat dog'lar, bolada o'sish bo'ladi, rivojlari, intellektlari yaxshi bo'lib ketadi.